Qo'limdagi pult nimaniki deb o'ylaysizlar? Qaranglar. Spoilerni pultdan boshqaradigan qilib qo'yishibdi. Buni mashinani qarang, salonni. Gul bo'pti-yu, gul. Oka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Assalomu alaykum. To'g'ri, yaxshimi? Necha kunda qildinglar shuni? Aka o'zi bu to'liq holatda 1 oy vaqt ketadi. Buni 7 kunda bitkazib berdi aka. 7 kunda bitdimi ya shu? 7 kunda bitkazdi aka. Zo'r bo'pti. Necha pul ketdi salonni o'ziga? Salonni o'ziga aka 2,5 ming ketdi. Buni yana bitta variantimiz bor, 3,5 ming ketadi. Buncha burchatning varianti. Nima farqi bor u aka? Farqi aka, torpedasi, eshik chekalari sepilgan, shunisida farqi bor. Ha, bo'ldi, tushundim aka. To'liq qo'sha bo'lmaydi. Ha, значит, mana bu joylari sepilgan. Agar 2,5 minglik varianti bu, 3,5 minglik varianti siz aytgan kojalik varianti. Holatda koja bo'ladi. 2,5 minglik variantida ham arzon koja ishlatilmaydi, hamma yo'q original. Karbonlargacha qilib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Tomlarini ham alkantara qilib, terilgan. Ma'mulaga ham garantiya berasizlar. Sepilganiga 3 yil garantiya. Zo'r, oka, tomlari ham zezoni, ha? Oka, rangiligi vash sochni chiqibdi bor-u. Boblabsizlar. 7 kunlik mehnatga ko'rib baho berishadi. Ha. Oka, mana bu spoiler o'zi necha pul? Spoiler o'zi 580 ga, ustolovkasi bilan 680 ga moshinaga qadar. Ha, zo'r oka. Yana nima ishlar qildinglar oka bunda? Aka buni to'liq holatda oyna chekalari, bakoylari bilan qoraydi, eshik uchkalari. Hamma vinil topilgan, pastlariga spoiler ham berganmiz. Spoilerlar ham taqilgan, ha? Kurgoy. 18 razmerda diska balon ham qo'yib berganmiz. Asaka avtosavdo bilan. Ha. Bilalikda qilingan. Zo'r oka. Salonni mashinasi. 7 kunda tayyorlab berdik, xudo xolasa. Ha, orqalarini ham vashim boblabsizlar lekin oka. Spoilerini ham ishlatib ko'rsatib oling. Mana oka, yana bitta ishlatamiz siz uchun. Ochilishiga o'zingiz. Mashalloh, gap yo'q lekin. Stoplari ham hammasi ishlaydi oka. Ishlaydi, kakalosh. Zo'r oka. Xizmatli bo'yicha oka aloqaga chiqishasiz. Bitta kalibratsiya qilib qo'yaveramiz aka. Ishingizga omad.